shaxsni ko'zdan kechirish bilan tintuv qilishni bir-biridan farqi bor. Tintuv prokuror iltimosnomasi bilan sud tajriba bilan amalga oshiriladigan narsa. Ko'zdan kechirish bu faqat va faqat shaxsning roziligi bilan amalga oshiriladi. Cho'sa o'sha holatda misol uchun yo'q deb oyoq tirab turadigan bo'lsa, ana unda o'sha ichki ishlar organlarining xodimining qonun talabini buzish bo'lib qoladi. Bo'ysunmaslik bo'lib qoladi. Hozir endi o'sha holatda misol uchun agar o'zini haq-huquqini biladigan odam bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Misol uchun hurmatli komandir deydimi yoki deylik kim bo'lsa ham de misol uchun o'shanga bo'ldi, muammo yo'q. Qarshiligim yo'q. Lekin qonun talabida, qonun doirasida siz amalga oshiring. Mana misol uchun men o'zim yoki avtotransport vositasi bo'ladigan bo'lsa, mana avtotransport vositasi. Qonun talabida, ya'ni qonunda qanday ko'rsatilgan bo'lsa qiling, muammosi yo'q. Ko'zdan kechiruv bemalol deyishi mumkin. Ya'ni qonunda belgilangani bo'yicha ikkita xolis, ya'ni umuman unga aloqasi bo'lmagan, misol uchun o'sha joyda vaqtida o'sha vaqtda bo'lmagan bir ikkita xolisni jalb qilgan holatda, bayonnoma rasmiylashtirilgan holatda ko'zdan kechirish mumkin. Oldin o'sha o'zini majburiyatini bilsa, keyin huquqini talab qilsa bo'ladi. Huquqini talab qilishdan oldin majburiyatni baribir bilish shart. Majbur bu narsaga. Majburiyatni bilmasdan turib huquqini talab qilish o'zi bilmagan holatda ichki ishlar organlarining xodimining qonun talabini bajarmaslikka olib kelib qo'yishi mumkin. U boya aytganimizda o'sha birinchi o'rinda baribir majburiyatni bilish kerak. Men har doim aytaman, men o'zim oldin ishlaganimda odamlar telefon qilsa, siz menga chaqiruv xati jo'nating, unaqa qiling, bunaqa qiling. Bo'ldi, xo'p. Chaqiruv xati jo'nataman, ofitsialni yuboraman, boshqa narsa qilaman. Kelgandan keyin, "Sen majburiyatingni bilasanmi nimadan iboratligini?" "Yo'q, bilmayman." "Sen majburiyating nimadan iboratligini bilmasang, oddiy telefon qilib siz shaxsni chaqirishingiz ham bu ham bir murojaat turiga kiradi. Ya'ni chaqiruvga kiradi bu ham. Oldinga o'xshab, обязательно shu pochtadan xat borish kerak degan emas u narsa. Chaqiruv qog'ozi borish kerak degan emas. Hozirgi kunda nima rivojlangan? Internet rivojlangan. Olib turib bitta SMS yozib olsangiz ham, u ham chaqiruvga o'tadi o'sha. Kelmasa, yana aytaman, u chaqirilgan paytda kelmagani ham, u ham ichki ishlar organlarining qonuniy talabini bajarmaslikka kiradi. Aytsa, menga ofitsialni qog'oz jo'natmading-ku sen deydi. To'g'rimi? Lekin SMS ham ofitsialni chaqiruvga kiradi. Hattoki telefon qilib aytishingiz ham, u ham ofitsialni chaqiruvga kiradi. Sen meni telefonda chaqirma deydi bir xilda. Og'ayni nima farqi bor sen? Telefonda chaqiryaptimi, SMS yozyaptimi yoki xat jo'natyaptimi? Kelar, sen ichki ishlar organlari idorasiga kelasan. Davlat tashkilotiga kelasan sen. Kelganingdan keyin o'tga sen kelganliging to'g'risida qayd qilinadi. Registratsiyadan o'tadi ya'ni. U seni ko'chaga yo'q, kafega yo'q, restoranga chaqirmayapti-yu, ko'chada ko'rishib olib gapirish uchun. Immuniy ofitsialniy idoralarga chaqiryapti. Ko'pchilik qo'rqmagan, o'sha militsiya chaqirsa, o'sha nimadir muammo uchun chaqiryapti o'ylaydi. Endi qarang, nima uchun qo'rqadi? Aybi borki qo'rqadi. Aybi yo'q inson boraveradi. Nega siz bilan biz qo'rqmaymiz? Chunki aybimiz yo'qda chaqiradigan bo'lsa, bo'ldi, qayerga borish kerak? Bo'ldi, soat nechiga? Bo'ldi, palon vaqtga, palon joyga. Bo'ldi, xo'p, boramiz. Boramiz, nimaga boramiz? Aybimiz yo'q. Birinchi o'rinda majburiyatimizni bajaramiz, ikkinchi o'rinda borgandan keyin huquqimizni, ya'ni o'zimizni nimamizni talab qilamiz. Haqqimizni talab qilamiz borganda. Birinchi majburiyatimizni bajarib qo'yaylik, ana undan keyin haqqingizni talab qilsangiz bo'ladi. Qonun oldidagi majburiyatimizni, davlat oldidagi, jamiyat oldidagi birinchi majburiyatimizni bajarib qo'yaylik, ana keyin haqqingizni talab qilsangiz bo'ladi. Yarashadi-da.